Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, hurmatli obunachilar. Mana bugun biz Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani nima mahalla aka? G'armaqo'rg'on mahalla. G'armaqo'rg'on mahallasi nechinchi? Yog'dulik ko'cha 16-uy. Yog'dilik ko'cha 16-uyga. Nima edi ismi jiyandi? Jumayev Tursunxo'ja. Jumayev Tursunxo'jani xonadoniga keldi, akamiz xonadoniga. Bizdan murojaat qilgan, mana shu holat bo'yicha keldi. O'zingiz tanishtiring-da aka. Men Muqimov Jo'rabek Jumayevchi bo'laman. Mana shu farzandimni 24 yildan beri, 23 yilda oshib 24 yilga ketdi mana. Bir o'zim ham ota ham ona bo'lib qarab kelaman. Bu nechinchi yil farzandingiz? 2003-yil 23-oktyabr. 23-oktyabr. Shundan beri ham ota ham onaman. Qarang, bu nima? Mahalla biladi. Mahalla biladimi? Mahallani xabar. Mana qo'shnilar chaqirsangiz, qo'shnilardan chaqiramiz isbotiga. Bu tug'ma. Tug'ma. Mana oyoqlarini shu yerdan qotib qo'ygan, operatsiya qildirishimiz kerak. 8 dan 16 joyini operatsiya qilasan dedi. Mana bilan отдельно bular dedi oyoqda. Bu tarafdan bu tarafga. Operatsiyani qayerda qilish kerak ekan? Toshkentda qilamiz dedi yoki dedi Hindistonga olib borasizlar dedi. Hindistonga meni pulim yo'q. Toshkentda qilamiz dedi, lekin 50 ga 50 dedi. Toshkentga? Hindistonga mana shuni operatsiya qilish uchun qancha mablag' kerak ekan? $16,000 dedi, nima qilib beramiz dedi-da. Operatsiya qilib. O'sha yerda nimadagilar, Toshkentdagi hindistonlik doktorlari. Ha, operatsiya bu yerda bo'ladimi, Hindistonga bo'ladimi? Hindistonga yo'lkiradan tashqari отдельно dedi. Shu operatsiyani o'zi $16,000. Operatsiyasi $16,000. Imkon bo'lmadi sizlarda. Endi imkon yo'q. Uyim bo'lmasa, joyim bo'lmasa, sotib qilay desam. Bu joy uylar ham singlimniki. Singlim hozir Rossiyadaligi uchun majbur endi turibmiz kvartirani hisobida. O'zimni uyim joyimni vaqtida sotib shuni davolatganman. Uy joyimni, mashinalarni ham sotib, hammasini sotib, mol hollarimni sotib hozir hech narsam yo'q-da davolatish kerak. Lekin buni davolatish uchun $16,000 operatsiyani o'ziga-ya? Operatsiyani o'ziga dedi. Faqat kirgizib ukol dorisini отдельно olasan dedi. Faqat operatsiya qilish uchun operatsiyangiz $16,000 dedi. Qarang, mahalla tomonlaridan ham yordam bo'layaptimi yo'qmi? Mahalla tarafdan bir Nuriddin degan yigit bo'lardi. 2 yil oldin ana shu Nuriddin degan yigit bor paytda bir yilda 2-3 marta yordam fondi bo'lardi. U bola bu yerda ishdan ketgandan keyin mahalla yetakchisi edi. Umuman biron narsadan yordam fondlarini ajratib tashladi. 1-2 marta 10:00 ga murojaat qilganimda, короче, nimani ustidan-da, mana ijtimoiy himoya xodimini ustidan. Ijtimoiy himoya xodimi shurchida kattalari keldi, sen bu yerga ish qo'yuvchi kattamisan, kimsan? Ya, bu yerda meni do'q siyosat qilib ketishdi. 5-6 marta murojaat qildim, foydasi bo'lmadi. Hozir akbar murojaatdan qilib keldim. Hech bo'lmasa uyimga bironta ish beringlar dedim. Men bolam bilan o'tirib buni beradigan pulini dorisi turibdi. 180 ming turadi bitta pachkasi. Mana bumi? Mana shu dorining pachkasidan olmishda bo'ladi. 180 ming turadi. 3 pachka ichadi. 3 pachka pampers kiyadi, lalako. U ham 120 ming 360 ming. Beradigan pensiyasi o'zini pampersi bilan dorisidan ortmaydi. Bu nechinchi guruh nogironi? Birinchi guruh nogironi. Qancha pensiya beradi? Avval 1,34 ming edi, keyin 1,100 qancha bo'ldi-da. Qarang, bunga siz qarasangiz, birinchi guruh nogironi bo'lsa, mana shunga qarovchi uchun ham qandaydir oyliklar belgilangan-ki, uchrashmadingizmi borib? Aytdim men yerda mahalladagi ijtimoiy himoya xodimiga, aka dedi 500 ming olib dedi, nimaga borasan dedi, ana nima bor-ku. Ijtimoiy nima deydimi? Ijtimoiy himoya markaziga. Shunga dedi, o'zlari hujjatga beradi dedi. Shunga 500 ming to'laysiz. 500 ming pulim bo'lsa, men bir xalta un olib kelaman, hech bo'lmasa plashka qilib yeyman. Bu ularga beradigan pulim ilojim yo'q. U do'konlar har birini sanasangiz 2,5-3 milliondan qarzim bor. Iloji yo'q. Yeyishimiz kerak, ishimiz kerak, Yashash kerak. Yashash kerak. Buni berayotgan, davlatning berayotgan pensiyasi biron narsa olmaydi. Bu yurolmaydi. Umuman yurmaydi. Gapirolmaydi. Gapirolmaydi. Tika ko'rsa, mana shu o'tirish, mana shu nima.
qilib ko'rsat desam, mana tika qilib ko'rsataman oyog'im. Tikanman. Mana. Mana ahvol. Mana. Oyoq bosmaydi. O'tirg'izib. O'g'lim endi o'tir. Bu tug'ma shunday ya. Endi tug'ilganda ham yaxshi edi, kim biladi, nima desam bo'ladi, haligi oti nima vaksinami nima deydi haligi, shuni olgandan keyin shunday bo'lib qoldi. Emlash deydimi, nima Ha, deydi? emlash. Shundan keyin shunday bo'lib qoldi. Emlashni nechinchi yil olgan? Adashmasam 2004da edi, 6 oylik emlashida shunday bo'ldi. Lekin buni shifokorlarga murojaat qilmadingizmi? Toshkentga ham olib borib davolatdim, boshqaga ham, hamma olib bormagan joyim qolmagan. Samarqandga ham yotib keldi, Toshkentga, O'zbekistonda hamma tochkasi yotib chiqqan. Sho'rchiga elementar har haftasida bir marta, ikki marta borib yotib keladi. Otasiga rahmat, nimalar sho'rchi shifokorlari bir so'm olmaydi, nima qilmaydi, ilojim boricha o'zida ukol dorisi bo'lsa qilishadi. Unday qimmat topilmaydiganlarini borib olib kelgan ekan deydi. Unga bir borganingizdan keyin bitta ampula doringiz 300-350 ming so'm. Borib olib kelib berasiz. Ilojingiz yo'q. 2 kun oldin kechasi ham bir sudurga berib qoldi, qattiq qo'rqitib, borib olib nima qildik, skori chaqirdik, kelib qo'l dori qilib nima qilib ketdi. Qarab. Biz endi buni aka ijtimoiy tarmoqqa qo'yamiz-da buni. Mahalladan hech qanaqangi yordam yo'q. Xudo tepamda turibdi, yolg'on kerak emas. O'tgan yilida adashmasam endi ijtimoiy himoyadan keldimi, mahalladan keldimi, bir banan korobkaga ikkila narsa qilib olib kel. Ikkila banan emas, 3 dona banan, 3 dona anor, 3 dona 4 dona olma, ikkila guruch, ikkila moy, shunday qilib olib kelib berdim. Uni olmadim, yemadim desam nonko'rlikka kiradi. Shunday. Ikkila un ichida bor edi shu narsalar. Ikkila go'sht, ham go'shti, tovuq go'shtmidi, bir g'alati go'sht edi, to'g'ri aytaman. 1 kilo tovuq go'shti ekan, 1 kilo mol go'shti ekan. Bu Hindistondan qayerda keladi-ku, muzlatilgan go'sht. Ana shunday go'sht edi. Men olmadim demayman. Mahalladan berildi bir marta, uni ham yoza-yoz, chizdi ustidan bo'ldi. Qarchi 10:00 murojaat qilaman, berga keladi, berdi o'zida tars yopib yuboradi. Sabab men qachonlardir buni rasmga tushirilgan, o'sha rasmni ro'kach qiladi-da, men bilan chular yopib yuborishadi deyman. Hech qanday ish ko'rilmaydi. Ijtimoiy himoyaga umuman kelmaydi. Men unga ijtimoiy himoyadan 5-dekabr nogironlar kuniga kelish kerak. Har bir insonni kelib ko'rish kerak. Na nogironlar jamiyati bu yerda keladi, na sho'rchidagi keladi. Umuman ishlash degan narsa yo'q bularda. Ishlamaydi. Yo'q. Faqat nomigagina qachonki men yozsam sizga paloncha pismodancha yordam qilamiz deydi. Yo'q, boshqa yordam. Mana yaqinda ham nima qildim? 10:00 ga chiqib murojaat qildim. Aka, nima unday biz sizga nima qilamiz deyapti. Mana hech qanday kelmadi ham, ko'rmadi ham. Nahotki nogironlar jamiyatini nimasi bo'lsa, xodimi bo'lsa, kelib bir haftada bir marta ko'rish kerak emas. Kelib ko'rib ketish kerak. Bular uchun oylik olyapti, nima qilyapti. Bu narsalar yo'q ularda. Va nimada 1-2 marta murojaat qildim, ko'rilmadi. Ko'mir ber deb necha marta murojaat qildim, uni ham qilmadi. Oldingi yil qishda 24 qishida edi, ko'mir berishmay, boshqa berishmay, sovuq o'tdi-da, ota bola ikkalam. Qishda sovqotganning ustidan mahallani xodimasi ham bor edi, akasimi, amakisimi bansada yotibdi shu paytda. O'sha paytda borib ko'rdi. Bola qanday sudurga berib yotganini. 6 oy bansada yotdi. Na mahalladan yordam bo'ldi, na boshqa joydan. Mana shunday ahvolda, og'ir ahvolda yashayapmiz. Biz tarmoqqa qo'yamiz aka. Plastik raqamlarni berasiz, olamiz, qo'yamiz. Hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, hurmatli obunachilar. Mana kasal otasini gapini eshitdilaringiz. Mana pastda plastik raqamlarni qo'yib chiqamiz. Bolani nomiga plastik O'zining nomida. nima deb chiqadi? Jumayev Tursunxo'ja.
jilmayib Tursunxo'ja deb chiqargan plastik raqamida shu bolani o'zini plastik raqami. Kimdan kimga imkoni bo'lsa ehson uchun 1 so'm, 1000 so'm, 5 so'm hech kimdan majburiy emas. Agar topilmasangiz bir xo'ja duo qilib mana shu Tursunxo'jani yaxshi bo'lib ketish uchun bir xo'ja duo qilib salam qilsangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.